Xitayning bir turkum giganit şirketleri qari tizimlikka kirgizildi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta har doim, har hafta degidek Xitoyning şirketlari, bir qator shirkatlarninki mushundaq u davlat, bu davlatlarda jazo tizimligiga, cheklashga, jazoga uchrayotganligini har doim ko'rib turyapmiz. Buningdagi sabablarni bilib ketdik deb qarayman. Chunki shu davlatlardagi qilayotgan yo'lsizligi, saxtaligi, shu mazkur davlatlarning ichidagi yerlik tijoratchilarni vayron qilish degandek son-sanoqsiz sabablar bor. Bu qatim Amerika Xitoyning BYD, Alibaba, Baidu qatorliq bir turkum gigant shirkatlarini Xitoy armiyasiga chetishliq yoki Xitoy armiyasini qo'llagan shirkatlar tizimligiga kirgizdi. Bunun bilan hozirgacha Amerikaninki mushundaq Xitoyning harbiy Xitoy armiyasiga chetishliq va yoki bo'lmasa Xitoy armiyasini qo'llagan shirkatlar tizimligiga kirgizilgan umumiy Xitoy shirkatining soni 188 ga yetgan bo'ldi. Faqatla Amerikadagi, boshqa Yevropada bo'lsin va boshqa davlatlardagi bu sonning ichida emas. Amerika Urush Mudofaa Ministrligi 8-iyun Xitoyning harbiy taraqqiyotiga yordam berayotgan Xitoy shirkatlar tizimligining yangilangan nusxasini e'lon qildi. Tizimlikdan Xitoyning to'g'ri savdosi guruhi Alibaba, izlash mulozimati bilan ta'minlovchi Baidu va avtomobil ishlab chiqaruvchi BYD qatorliq Xitoydagi zo'r ta'sir kuchiga ega shirkatlarmi o'rin oldi bu qatimliq tizimlikda. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarda qayd qilinishicha, Amerika Urush Mudofaa Ministrligining hujjatida Alibaba bilan Baiduning Xitoy davlat mulkini nazorat qilish, boshqarish komiteti bilan vositalik munosabati borligi, yana Xitoy sanoat va uchur ministrligiga chetishliq Alibaba shirkatining Xitoy mudofaa sanoatidagi harbiy, puhraviy, qo'sh ishlatishchan aslahalarning yasalishida hassi borligi ta'kidlangan. Chunki nurg'un hozirgi bo'lib yangi texnikadagi masalalar ham harbiy jihatdan ishlatiladigan, ham puhraviy ishlatiladigan bu qo'sh ishlatishchan mahsulotlarning nurg'un davlatlarda, mayli Rossiyaga bo'lsin, hatto Ironga qatorliq shu zo'r turkumda Xitoyniki bu mallarni eksport qilib shu davlatlarni ta'minlab kelayotganligi yaqinqi yillarda ko'plab tilg'anlayotgan masala. Buningda sirt BYDning Xitoy davlat mulkini nazorat qilish, boshqarish komiteti bilan bevosita va vositalik munosabati borligi, shuningdek Xitoy sanoat va uchur ministrligi bilan vositalik munosabati borligi, Alibabaga o'xshashla Xitoy mudofaa sanoatidagi harbiy, puhraviy, qo'sh ishlatishchan aslahalarning yasalishida hassi borligi qayd qilingan. Alibabaning bu boshliqininki o'z vaqtida mayunning qanday ko'zni yo'qtilganligi hozirgacha Xitoy musodir qildi desak ham bo'ldi bu Alibaba shirkatining o'z vaqtidagi tafsilotlarni albatta tafsilotlarni sunduq. Keyin buningki yo'g'inab ketmaslik uchun, Xitoyning kontroldan chiqib ketmaslik uchun buni Xitoy qanday shaklda qo'liga elib olganligini bilamiz Alibaba shirkatini. Xo'sh, Amerika Urush Ministrligi bu yil 2-oyda yangilangan bir tizimlikni e'lon qilgan bo'lsa-mu, qisqa vaqtdan keyin uni o'chirib o'tgan edi. Gerçi bu tizimlikdagi Xitoy shirkatlariga qarata rasmiy jazo yurgizilmasa-mu, ammo yangi bir qonunga asosan kelgusi bir necha yilda Amerika Urush Ministrligining tizimlikdagi shirkatlar bilan to'xtam imzolashi yoki ulardan mahsulot va mulozimat setib olishi cheklandi ekan. Bundan ekan Xitoy harbiy shirkatlari tizimligi bo'lsa 2021-yil Moliya davlat mudofaa ijozatnomasi qonunining H1260 moddasiga asosan turg'izilgan bo'lib, 2030-yilga qadar har yili yengillish talab qilinadigan mazkur tizimlik yana H1260 tizimligi debmi atildi ekan bu tizimlik. Amerika Urush Ministrligi bultur 11-oyda davlat bexatarligi andisi bilan Xitoyning Alibaba, Baidu va BYD qatorliq shirkatlarining Xitoy armiyasiga yordam beradigan shirkatlar tizimligiga kirgizilishi kerakligini muayyanlashtirgan edi. Navbatda bo'lsa, bu qatim rasmiy tariqada ishga oshgan bo'ldi hamda bu. Demak, bu shaklda davom qilyapti Xitoyning bu shirkatlarininki qari tizimlikka kirgizilishi.